bugun sizlarga Harry Potterni o'qituvchilar planerini ko'rsatmoqchiman. Ochganinglarda birinchi betini kalendar bor. Bu yerda 2 yilligi, keyin bu yerda Hogwarts degan bunaqangi anaqasi bor. Lineykasi bor, ishlatsanglar bo'ladi. Yana qaytarib qo'ysanglar ham bo'ladi. Keyin xohlasanglar maktabinglarni, klassinglarni nima deydi, ma'lumotini yozsanglar bo'ladi. Men lekin yozmayman. Bu yerda direktorni ma'lumotlari, keyin har xil veb-saytlarni linklari bo'ladimi yoki o'sha .comli shularni yozadigan joyi bu. Misol uchun men bu Unfogging the Future degan joyini ochganinglarda bu общий 1 yillik planinglar. Misol uchun pikniklar qilinadimi homeschool oilalar bilan yoki bu field triplarga boriladimi o'shalarni yozadigan joy qilib ishlataman. Men ko'pincha ba'zan agar anaqaga nima deydi, repetitorga boradigan bo'lsa ham qaysidir kunlari mana shu yerda eslatma uchun yozib ham qo'yaman. Keyin bu yerda расписание har semestrda, misol uchun bu bitta bolaga ishlatilsa, bunisini ikkinchi bolaga, birinchi semestr, ikkinchi semestr qilib расписание tuzsa bo'ladi. Keyin bu yerda checklist menga juda ham yoqadi mana shu joyi. Checklistda har bitta fanda, misol uchun matematika deylik, necha kunlik dars bor matematikada. O'shani yozib chiqamanda, keyin qayerda yurganimizni belgilash ham shu checklist orqali oson bo'ladi menga. Har bitta fannikini yozib chiqaman. Tarix, ingliz tili, science yoki. Keyin bu yerda muhim narsalarni eslatma uchun yozib qoldiradigan joy bu. Bu yerda misol uchun muhim kunlarni eslatmasi, bu oyda fokus nimaga beriladi, nima deydi, goalimiz nima, o'shalarni har bitta oyi o'zini alohida shunaqa joyi bor, har oyi oxirida bor. Keyin mana oyi boshida mana shunaqangi nima deydi, qisqacha kalendar, keyin asosiy narsalarni bu yerga men yozaman. Misol uchun test kuni bo'ladigan bo'lsa, test bor bugun yoki o'qituvchi bilan uchrashish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga aynan yozaman men. Keyin mana bu yerda ham note uchun ham ishlataman ko'pincha. Agar bu yoqqa sig'masa-da, ba'zi nima deydi, planlarim sig'may qolsa, men bu yoqqa yozib qo'yaman. Bu iyul oyidan to keyingi yilni iyun oyigacha bor ichida. Keyin oxirida mana bunaqa nakleykalari bor, shularni ko'rsatib o'tmoqchiman. Nakleykalardan oldin qo'shimcha bunaqangi betlar berishadi. Nimagadir agar ishlatmoqchi bo'lsanglar. Keyin mana bu yerda stikerlari bor, nakleykalari. Menga juda yoqadi. Bu safar chiroyli qilishibdi. Tilla rangli qilib, yaltillaydi. Videoda ko'ryaptimi bilmadim. Keyin bu yerda ham mana qaranglar, bu yerda don't forget, important, muhim, esdan chiqarilmasin, meeting, keyin school assembly, test, quarter ends, important degan joylari bor. Stiker hamma yoqqa ana kerakli joylarga ishlatsanglar bo'ladi. Keyin mamnisida in service, no school stikerlari. Bu yerda dekoratsiya uchun stikerlar, bunisida ham shunaqa. Va keyin eng oxirida
qog'ozlarni qo'yib qo'yadigan, fayllarni qo'yib qo'yadigan joyi bor. Buni orqasida ham xuddi shu narsa bor. Keyin oxirgi beti ham bunaqangi dizayn qilingan ekan. Menga bu rang yoqdi. Ko'pincha nima bo'ladi, ochiq ranglilarimda kir bo'lib ketardi-da. Endi uncha bilinmaydigan rang ekan. Keyin qirilgani ham rosa bilinardi, ana oq ranglilarida. Endi bilinmaydigan qilib buni qilishgani menga yoqdi rangi. Bu qizlarimni kuzgi bilan bahorgi semestridagi rasvisanalari shunaqa tuzganman. Keyin ba'zi joylarini ko'rsatib o'tmoqchiman, qanaqa to'ldirganimni. Hali hammasini to'ldirib bo'lmadim. Misol uchun mana bu joyda hozir sentyabrda mana shunaqa qilib to'ldirdim kalendarimni. Eslashim uchun oson bu narsalar. Bir nima plan tuzsam sразу yozib qo'yaman, esimdan chiqib qolmasligi uchun. Keyin agar bir kunda ko'p planlarim bo'lsa, Mamadagi boya aytganimdek nima deydi, note degan joyiga yozib qo'yaman. Keyin fanlarini qanaqa plan tuzaman. Misol uchun mana bu dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kunlarida nima deydi, o'rganadigan hamma fanlarni yozib chiqaman. Keyin menda endi 3 ta bola bo'lgani uchun uchalasini mana shunaqa qilib ajratdim. Darsliklarini har bitta fanida mana shunaqangi qisqacha qilib yozib chiqaman, chunki agar to'liq yozadigan bo'lsam joyi yetmaydi. Keyin men bu MMda Math Mammoth chapter 1 deb shunaqa qilib eslab qo'yganman. Hali tuzib ulgurmadim oktyabr oyinikini. Endi boshlayapman. Lekin men bu rasvisaniyasini, fanlarini hammasini, planlarini почти qilib oldim. Keyin bunaqangi nima deydi, yasatishni yaxshi ko'raman. Har xil stikerlar bilan. Bu oktyabr oyidagi rasvisaniyasi. O'rganish kerak bo'lgan narsalari bu qizlarni. Hali bu yerga hech narsa yozmadim. Yozib qolsam ko'rsataman keyingi videolarimda.